Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 7-sinf 3-BSB topshiriqlarini bajarib ko'ramiz. Demak, bizga birinchi topshiriqda nima deyilgan? Bu topshiriqda Excel dasturida quyidagi jadvalni hosil qilib va tahrirlashimiz kerak ekan. Demak, sichqonchaning o'ng tugmachasini bosib, new tugmachasidan bu yerdan Microsoft Excel fayl ochib olaman va buni 7-sinf deb nomladim. Ustiga tez 2 marta bosib faylni ochib olamiz. Mana faylni ochdik. Narigi faylni yopib tashlayman. Xo'p, demak, bu faylda biz mana bu jadvalni hosil qilib olishimiz kerak ekan. Sichqoncham bu yerga ma'lumotlarni siz ko'chirib kiritishingiz mumkin. Xo'p deb men jadvalni ko'chirib o'tkazdim. Demak, birinchi kiritadigan ma'lumotlar, ya'ni bu yerda tagma-tag yozuvlar enter bilan pastga tushgan bo'lishi kerak. Mana bu tugmachani bosib, bu wrap tekstni qo'shib qo'yaman. Mana. Xo'p, demak, jadvalni to'liq belgilayman. Albordes berib olamiz jadvalga. Xo'p, demak, o'rtadan joylashsin. Sig'magan ma'lumotlar kengaytirib olamiz mana. Bular xat boshidan boshlansin. Xo'p, demak, bo'ldi. Yuqori qismini esa qoraytirib olamiz. Mana bizni jadvalimiz tayyor. Xo'p, sal kengaytirib chiqdim. Bu yerda jadvalda 150 umumiy to'liq bir nechta qatorda joylashgan. Bu qatorlarni belgilab olaman va merge center tugmachasini bosib birlashtirib olaman. Demak, bizda keyingi topshiriqda nima deyilgan? Unda ikkita valyuta va oylik varaqlarini oching. Demak, valyuta varag'ini ochamiz. Mana bu yerda varaq ochishni bosaman. Sheet 2 ochildi. Sichqonchaning o'ng tugmachasini bosib renameni valyuta deb nomlayman. Valyuta deb nomlaganimdan so'ng bu yerda xo'p, valyuta varag'ining A1 katagiga dollarning so'mdagi qiymatini yozishimiz kerak ekan. A1 katagiga yozishimiz kerak ekan, so'mdagi qiymat. Demak, valyuta kursi deyman, 2 nuqta qo'yib bu yerdan. Xo'p, valyuta kursini 12.000 so'm deb belgilayman. Ya'ni 1 dollar teng 12.000 so'mga. Xo'p, sheet 2 ga o'tib olaman. Mana bu yerdan sheet 2 tugmachasini bosib. Demak, biza bu yerdan oylik ish haqqini hisoblashimiz kerak ekan. Demak, oylik ish haqqini hisoblashimiz kerak ekan. Oylik ish haqqini va valyuta varag'idan foydalanib hisoblang. Demak, birinchi oylik ish haqqini dollarda hisoblab olamiz. Buning uchun tenglik belgisini qo'yaman. Kunlik ish haqqiga va umumiy ish kunlarini ko'paytirib chiqamiz. Buning uchun kunlik ish haqqini tanlayman va shiftni bosib turib 8 ni bosadigan bossam yulduzcha chiqadi. Buni tanlab enter tugmachasini bosaman. Mana bizga dollarda ish haqqini hisoblab berdi. Buni esa sichqonchani o'ng tugmachasiga, katakchaning o'ng taraf pastiga olib borsam, mana kichkina qora plus belgisi bo'lgan vaqtda sichqonchani bosib turib pastga tortamiz. Mana hisoblab berdi. Bu yerda umumiy ish kunlari yozilmagan ekan. Bu yerga ham kiritib qo'yaylik 17. Mana. Jadvalda o'zi yo'q ekan, biz kiritib qo'ydik. Zarar yo'q. Demak, oylik ish haqqini so'mda hisoblashimiz kerak ekan. So'mda hisoblashimiz uchun biz valyuta bo'limiga o'tamiz. Bu yerda valyuta tayyor. So'mda hisoblashimiz uchun tenglik belgisini qo'yaman. Valyutani mana bu 360 dollarni ko'paytirishimiz kerak ekan. Valyuta varag'idagi 12.000 so'mga. Mana biz yozayotgan formula bu yerda ko'rinib turadi. Orqaga qaytmaymiz va shu yerdan enter tugmachasini bosadigan bo'lsam, mana bizga valyutani ish haqqini so'mda hisoblab berdi. Endi yana bir narsa, buni hozir avto to'ldiradigan bo'lsak, mana avto to'ldira, xuddi boyagidek avto to'ldiradigan bo'lsak, bizda bu yerda 0 chiqadi. Chunki valyutani bu yerda B1 katakchani olgan bo'lsa, bu yerda B2 katakchani olgan. Biz esa bunga absolyut murojaat qilishimiz kerak. Hozir bu katakchaga nisbiy murojaat qilganmiz. Absolyut murojaat qilish uchun buni bosaman va dollar belgisini qo'yib chiqamiz. 1 ning oldiga ham dollar belgisi va harfning oldiga ham dollar belgisi keltirdi. Foiz belgisi bo'lib qoldi. Dollar belgisi. Mana endi avto to'ldiradigan bo'lsak, bizga summani hisoblab berdi.
Va yana bir narsa, mana bu katakchaga fokus beramiz va bu yerda currency tugmachasi bor. Mana currencyni pastga bosamiz. More actions bor. More action format tanlaymiz. Bu yerdan bizga tiyinlarni ko'rsatish shart emas. Bu yer 0 tursin. Mana bu simvol joyidan eng pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu yerga tushadigan bo'lsak, mana bu yerda uzis bor. Ya'ni uzis degani o'zbek so'mi. Va OK deb bosadigan bo'lsak, endi reshatka belgisi chiqdimi? Demak, bu yerda sonlar sig'may qoldi katakka degan. Katakchani ozroq kengaytiramiz. Mana uzis 4.320.000 so'm. Endi avto to'ldirib ko'radigan bo'lsak, mana bizga pul birliklarimiz bilan oylik ish haqini hisoblab berdi. Endi daromad solig'ini hisoblashimiz kerak. Buning uchun tenglik belgisini qo'yaman va mana oylik ish haqini ko'paytiramiz 12% ga. Mana 12% yozdim. Va enterni bosadigan bo'lsam, bu yerga ham katakka sig'may qoldi. 518.000 so'm, 400 so'm, 518.400 so'm bizdan daromad solig'i olib qolar ekan. Mana. Xo'p, demak, daromad solig'i bu topshiriqlarda ham shunday deyilgan. Daromad solig'i qo'lga tegadigan maosh ustunlarini mukofot pulini qo'shgan holda hisoblab formulasini yozing va hisoblang. Absolyut manzildan foydalangan holda deb. Mana absolyut manzildan foydalandik. Buni hisobladik. Endi mukofot pulini qo'shgan holda hisoblashimiz kerak ekan. Buning uchun nima qilamiz hozir? Demak, endi tenglik belgisini qo'yaman. Oylik ish haqidan ayirib tashlashimiz kerak daromad solig'ini va qo'shishimiz kerak. Biz mana bu $150 $150 so'mga o'tkazishimiz kerak. $150 valyutaga o'taman. Ko'paytirilgan, mana shiftni bosib ko'paytirilgan valyutadagi pul birlik tanlaymiz mana. Va enterni bosaman. Mana bizda hisoblab berdi. Lekin bu yerga biz absolyut murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni mana $150 ga ham absolyut murojaat qilishimiz kerak, mana bu 12.000 so'mga ham. Chunki hozir katakchalarni avto to'ldiradigan bo'lsak, bizga mana to'g'ri hisoblab bermaydi. Bu yerda B2 katakchada ma'lumot yo'q. Mana bu yerda B2 katakchada bo'sh ma'lumot. Shu sababli bu yerga absolyut murojaat qo'yib chiqamiz. Dollar belgisi. Buning oldiga ham dollar belgisi qo'yaman va mana bu katakchada ham dollar belgisi qo'yishimiz kerak. Ya'ni ay katakcha ham o'zgarmas bo'lishi kerak. Chunki I2 katakchada I3 ya'ni I3 katakchada $150 degan qiymat yo'q. Bu yerda umumiy bitta katak qilgani uchun bunga ham absolyut murojaat qilamiz. Enterni bosaman. Bu yerdagi birinchi katakdagi summa o'zgarmaydi. Qolganlariga mana o'zgartiradigan bo'lsak, summa o'zgardi. Mana. Endi biz to'g'ri hisoblab chiqardik. Bu yerda 3-topshiriqda to'lov, 4-topshiriqda to'lov summasi 7 milliondan yuqori bo'lganlarga yashil rang va kam bo'lganlarga sariq rangga bo'yalish shartini kiritishimiz kerak ekan. Buning uchun mana bu katakchani belgilab olamiz. Contention formatiga kiramiz. Bu yerdan gradingga bu yerga 7 million so'm deb yozaman. 7 million so'm. Mana 700.000 so'm, 7 million so'm bo'ldi. Endi bu green, ya'ni yashil rang bo'lishi kerak. Green field. Kiritamiz. Mana 7 million so'mdan yuqorilari yashil rangda bo'ldi. Endi bular qolganlari sariq rangda bo'lishi kerak. Uning uchun Hillsdan less endi kiritamiz. Ya'ni bundan kichkinalar, 7 million so'mdan kichkinalar bizda hop sariq rangda bo'lishi kerak ekan. Yellow. Mana OK deb bosaman. Bo'ldi. Demak, biz 4-topshiriqni ham bajarib bo'ldik. Keyingi 5-topshirig'imizda hosil bo'lgan tayyor jadval asosida diagramma yarating va nomlang deyilgan. Demak, diagramma yaratib olamiz. To'liq jadvalni belgilayman. Insert bo'limidan hop, mana bu diagramma bo'limiga o'tamiz. Mana diagrammani yaratdik. Endi diagrammani yaratganimizdan so'ng bizga qaysi katakchalar qolishi kerak belgilab chiqamiz buni. Buning uchun hop, bizga faqatgina ish haqi katakcha qolishi kerak. Ish haqi katakcha. Buning uchun filtrlar bo'limiga o'tamiz. Hop, select almas, qo'lga tegadigan summa. Faqat mana shu qolsin va Apple tugmachasini bosaman. Mana qo'lga tegadigan maosh va bu teskari tartibda bo'lishi kerak menimcha. Xo'sh, mana
switch row'ni bosadigan bo'lsak, mana endi bo'ldi. Demak, filtrdan ham mana bu hop bizga nimalari kerak emas. Kategoriya deyilgan bizga mana bu katak kerak emas. O'zi aslida katak kerak emas. Buni valuesdan ularni qoldirdik, kategoriyadan. Demak bo'ldi. Yani dizayner Muslima mana shuncha oylik oladi va bularni hammasini har xil rangga ham o'tkazishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerdan ranglarni tanlab, ranglarini o'zgartirishimiz mumkin. Va ustiga bosib turib ham bu yerdan har birining, misol uchun dizayner Muslimaga qizil rang beradigan bo'lsak, fe'l bu yerdan qizil rangni tanlab rangini o'zgartirishimiz mumkin. Lekin bizda topshiriqda rangini o'zgartiring deyilmagan. Tayyor diagramma yarating va nomlang debdi. Mana qo'lga tegadigan maosh summa. Dasturchilar hisobidan. Xo'p, mana biz topshiriqni bajarib bo'ldik. Bu topshiriq bajarilgan topshiriqni kanalga tashlab qo'yaman. Telegram kanalga a'zo bo'ling, videoga like bosing. Albatta bu topshiriqni o'zingiz bajarib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, select datadan biz mana bu qismini belgilab olaylik. Faqat ism. Endi OK bosadigan bo'lsak, bizda faqatgina mana ismlar qoldi. Va bularni ham rangini o'zgartirib chiqishimiz mumkin har bir xodimga. Hop, bitiramiz. Faqatgina mana shu katakchani belgilab olaman va har bir xodimga har xil ranglar berib chiqishimiz mumkin. Bu bizga ma'lumotlarni bir qarashda tahlil qilishga yordam beradi. Mana bizni diagrammamiz mana tayyor. Va qo'shimcha bu yerdan plus belgisini bosib, axus, ya'ni hop, data libslarni ham bu yerda ish haqillarini ham ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p, xuddi shunday qilib o'zingiz albatta jadval yaratib ko'rasiz. Xayr, sog' bo'ling.